Mana biz obyektga keldik. Bir kun dam olib, dam olish kunimizda elektrik kelib, polni почти bitgan edi, kraska, ob'oylar qoldi. Elektrik kelib, mashinaga ishlar kelib ketibdi. Endi bu musullar bizniki bo'lsa kerak. Uylar supurib, tozalab, olganmiz. Uylar shpaklovka finishini tortib, chista qilganmiz yana. Chiroyli holatda qilib ketibdi. Bu betga divan qo'yiladi, bu bosh tarafi. Rozetkalar tushiribdi, maylarga biralar qo'yiladi. Shunday o'yladik, shunday fikrda qilishdi shekilli. Bu tomonga shkaf qo'yiladi. Hozir biz boshlagan ishimiz bu yoqda bugungi. O burchakdan o burchakgacha tiz zona bo'ladi. High tekstilda. Bugun boshladik. Bitsa yana videoga olib qo'yib qo'yaman. Patologlarimiz shunday ramka qildik. Ikkita lyustra tushadi. Bu xonamiz razmeri spalni 10 ga 4,5. Shunaqa katta. Hozir zamonbop shunaqa xonalar katta qilinyapti. Spalnilar 4 ga 5, 4 ga 4, 4 ga 6lar kichkina bo'lib qoladi ekan. Shu uchun katta qilishyapti ekan. Podsvetka bo'ladi patologlarimizdan. Plafon, lyustralar. Betga trekam qo'yib qo'yganmiz. Karnizlari skretni. Burchaklari ham bankatlari moshni. Shunaqa chiroyli bo'ladi. Bugungi ishimiz shu yerda bo'ladi.